Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Nega sen bilan ko'p gaplashaman bilasanmi? Sen haqiqiy erkaksan. Sen gapimizni eshitib olib g'iybat qilmaysan. Tashqariga chiqib olib orqamizdan gapirmaysan. Sirlarimizni fosh qilmaysan. Orqamizdan ham ish qilmaysan. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman seni. Menga qarang, erkak. Ha, birga bir chiqishga qo'rqdingizmi, a? Ha, tushunmagandek qarab turibsiz. Kuchingiz yetmadi-da, a? Shunga 3 kishini bitta odamga yubordingiz, shunaqami? Mana, hozir yotibdilar kasalxonada. Qanaqa ahvoldaligini siz bilasizmi? Yana ham Suhrob aka mardlik qildilar. Bo'lmasa-chi, siz ustingizdan allaqachon ariza yozib yuborgan bo'lardilar. Hozirchi qamoqda o'tirgan bo'lardingiz, bilasizmi? Davom et. Davom ettiraman. Yoqyapti menga. Insonmisiz, odammisiz? Sizni ham vijdoningiz bormi? Insof, vijdon degan narsalar bormi? Suhrob aka nima yomonlik qilganda sizga yana gapiraymi? Endi shoshma. Sen borib tur. Men nima qilman? Shunchalik vijdonsiz bo'lasizmi? Qanaqa 3 kishi? Suhrob akanga nima bo'lganini hozir sendan eshitdim. Nima ham derdingiz? Shunaqa deysiz-da. Nima derdingiz? Shunaqa ham insofsiz odam bo'ladimi? To'g'ri. Insofsizdirman. Vijdonim ham yo'qdir. To'g'ri. Lekin 2 kishi bo'lib turib bittasini uradigan darajada nomard emasman. Menimcha tushunding. Bundan keyin kimdir oldiga kelayotganingda yaxshilab o'ylab, keyin gapir. Undan ko'ra borganda yigitingdan xabar ol. O'lib qolmasin. Yana 3-4 kunlarda javob berishar ekan. Ungacha yaxshilab damini olgan. Xudo xolasa keyin uyga ketamiz. Ertaga keta qolaylik, aka. Siqilib ketdim, zerikib ketdim. Men ancha yaxshiman. Bemalol o'rnimdan turib yuribman. Shunda ham ko'p xarajat bo'lib ketdi. Sen qanaqa bo'lasan? Xarajat bo'lsa nima bo'pti? Gap seni sog'liging haqida ketyapti. Mayli aka. Sizlarni ham qiynab qo'ymay deyapman. Bo'ldi, ko'p gapirmagin. Kelganingdan beri ayinli bir narsa yeganingni ko'rmadim. Ovqat yeyapsanmi o'zi? Ovqat bo'lmasa, quvvat qayerdan bo'lsin? Ko'proq ovqat yeyishing kerak. Yeyapti, dadasi yeyapti. Har 2 soatda ovqat beryapman. Xavotir olmang. O'zim qarab turibman. Nima yegisi kelsa olib chiqib beryapman. Boyam uydan tovuq sho'rva qilib kelgandim. Mazza qilib ichib oldilar. Yaxshi ham kenang bor ekan. Shu yerda bo'lib turibdi. Ishxonada bo'lganimda ham xotirjam yuribman. Ha. Borga shukr, shu kenayim. Rahmat sizlarga, aka. Arzimaydi uka. Siz bemalol uyga borib damingizni olib kelavering. Men shu yerda bo'lib turaman. Borib dam olib kelmasangiz bo'lmaydi. Ketaveraymi? Ha, aka, boravering. Menga xizmat yo'qmi? Yo'q. Ha, xavotir olmang dadasi, hammasi yaxshi. O'zim qarab turaman. Keyin esam ketavering.
sevinch kelish kerak hozir. Shu yerda bo'lib turadi. Nimadir kerak bo'lsa, o'zim telefon qilaman, aka. Yo'q, Suhrobjon, sizni shu ahvolda tashlab keta olmayman. O'zim qarab turaman, yoningizda bo'lib turmasam bo'lmaydi. Shart emas kerak. To'g'ri. Keling shu yerda bo'lgani yaxshi. Men ham xotirjam bo'laman. Xo'p, aka. Bo'lmasa men uyga borib kelaman. Kechga yaqin kelaman. Xo'p, bemalol aka. Mayli. Yaxshi dam ol. Yaxshi yetib oling. Men hozir akangizni kuzatib kelaman, Suhrobjon. Odam shunchalik ham bo'ladimi? Ha, ilon. Yaxshi o'tiribsizmi, singlim? Yaxshi, rahmat. O'zim damlardim, ovora bo'psiz. Ha, yo'q. Nimaga ovora bo'laman? Ishim shu-ku. Rahmat. Oling. Rahmat. Bugun ishga bormadingizmi? Yo'q. Bugun nimagadir kayfiyatim yo'q. Borgim kelmadi. Ha, mayli. O'ylamang hech narsani. Bilasizmi, aslida hech narsa o'ylashingizga arzimaydi. Men bo'lib o'tgan ishlarni eshitdim. Boshingizga tushgan ishlardan xabarim bor. Shunaqa. Mayli, peshonada bor ekan. Bir gap aytsam hozir hayron qolasiz. Taqdirimiz ikkalamizniki bir-biriga o'xshar ekan juda ham. Bundan 11 yil oldin meni ham erim haydab yuborgan. Ikkita bolam bilan ko'chada qoldim. Katta o'g'lim 3 yoshda edi, kichkinasi 6 oylik edi. Mana 11 yildirki ikkalasini o'zim katta qildim. Qancha vaqt ko'chada qoldik. Bormagan joyim qolmadi. Lekin taslim bo'lmadim. Mana hozir ham kurashishda davom etyapman. To'g'ri, hozir ijarada turamiz. Lekin ijara bo'lsa ham yashaydigan joyim bor. Lekin ijaradagi uyni almashtirish ham jonga tegdi-da. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, farzandlaringizni olib shu yerga keling. Uyimiz katta. Yo'q. O'zi ish berdinglar. Shunisiga ham rahmat. Ortiqcha og'irligim tushishini xohlamayman sizlarga. Nimaga unaqa deysiz? Shuncha yildan beri qiynalibsiz. Xudo xolasa, endi hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bolalaringiz katta bo'lib, ishlab, hali bu kunlaringizni unuttirishadi. Mana ko'rasiz. Aytganingiz kelsin. Lekin bilasizmi, bolalarimiz sog'lig'ida ham muammolari bor. Chaqaloqligida ko'chada qolganmiz, sovuq kunlarda shamollatib qo'yganman. Shu muolaja qilmasak bo'lmaydi. Mayli opa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Men dadam bilan gaplashib ko'raman. Maoshingizni ko'tarib beradilar. Yo'q, men bu ma'noda aytmadim sizga. Hayotimdan nolimayman. Shunchaki siz bilan biroz gaplashkim keldi. Mani muammolarim ko'p deb yurardim. Sizni boshingizdan kechirganlaringiz, sizni dardingiz oldida meniki hech narsa emas ekan. Mayli, men borib ishlarimni qilay. Yaxshi o'tiring. O'ylab ko'rdim. Hop. Roziman. Yo'q-e? Rostdanmi? Faqat siz uchun emas, jiyanlarim uchun. Ha, mayli. Kim uchun bo'lsa ham muhimi rozisan-ku.
Bitta shartim bor. Ertaga menga hech qanaqa ortiqcha muammo bo'lmasin. Bunaqa ishlarga aralashtirmang meni boshqa. Rozilik xatini olib kelasiz, keyin hal qilib beraman. Ha? Bo'ldi. Sen xavotir olma. Senga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ishonsam bo'ladimi? Bo'ladi. Uyni sotib yuboring, 1-2 so'm beraman. Qanaqa 1-2 so'm? Qarzingizni to'lang, bo'ldi. Menga hech qanaqa pul kerak emas. Xo'p. Pochcha. Sizdan yana bitta iltimosim bor. Xo'p. Bundan keyin jiyanlarimga halol luqma yediring. Ularga harom yedirmang. Bo'lmasa tarbiyasiga ta'sir qiladi. Bola tarbiyani ko'rib oladi. Iltimos, tarbiyasini buzmang, pochcha. Xo'p, tushundim. O'zim ham shu fikrdaman, jiyan. Ko'p xato qildim. Ko'p adashdim. Mana endi tushunib yetdim. Bekorga aytmagan ekan. O'tni o'tga, suvniki suvga deb. Shuncha topdim, buyurmadi. Tushunib yetgan bo'lsangiz bo'ldi. Mayli, pochcha. Ertaga ishxonada ko'rishamiz. Mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Bo'pti, so'rab qo'y. Shundan qutulib olay. Boshqacha yashayman. Uydagi xizmatchi ayolni siz olib kelganmidingiz? Ha, men. Olib kelishdan oldin surishtirganmidingiz? Ha, surishtirgandim. Yaxshilab so'rab surishtirmagansiz shekilli. U ayol haqida hech narsani bilmaysiz shekilli. Nimaga unaqa deyapsiz? Qanaqadir muammo bormi? Hech qanaqa muammo yo'q. Bechora ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolgan ekan. Ha. Gap bu yoqda deng. Ha, Lekin meni bundan xabarim yo'q edi. Ish kerak deb so'rab kelgandi. Ishga oldim. Bor gap shu. boya gaplashib qolgandim. Ikkita yosh bolasi bor ekan. Ijara yurar ekan. 11 yildan beri shu ahvol. Ularga ayting. Farzandlarini olib shu yerga kelsin. Shu yerda yashaydi. Kerak emas, mohini so. Ishini qilsin, ketsam bo'ldi. Nima qilasiz? Keragidan ortiqcha yaqinlashtirib. Ko'chada yursinmi? Qiynalishiga jim qarab turamizmi? Sharoitimiz bor. Yordam beraylik. Oldin yaxshilab so'rab surishtirish kerak. Kim u? Qayerdan kelgan? Rahmatilla aka. Ayol kishi bu mavzuda yolg'on gapirmaydi. Qaysi ayol bolalarim bilan ko'chada qoldim deb aldiydi. Buni ustiga shunaqa vaziyatda. Ko'rinib turibdi-ku yaxshi ayolligi. Bilmadim. O'ylab ko'rish kerak. Otaxon lekin bunga ruxsat bermaydilar. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Bu yog'ini siz o'ylamang. Siz opa bilan gaplashing. Ja ko'nglingiz bo'lmayotgan bo'lsa surishtiring. Hammasini o'zingiz o'rganing. Yaxshi. Bo'lmasa men gaplashib ko'raman. Lekin baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak. To'g'ri, bu ayolning o'zi bizga nisbatan yomonlik qilmasligi mumkin. Boshqalar undan foydalanishi mumkin. Masalan, kim foydalanadi? Buni keyin bilib olasiz. Mayli. Ishingizni qilavering. Yaxshi. Nargiza,
Shoshmang. Labi Munisa-opa. Siz tinchmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ha, tinch. Aniqmi? Negadir hayolingiz parishon. Kayfiyatingiz yo'q. Xuddi bir nimanidir xato qilib qo'ygandek yuribsiz. Yo'q, yaxshi hammasi Munisa-opa. Rostdanmi? Charchayapman shunchaki. Tushunarli. Dugonalaringiz bilan mashina haydagani chiqdingizmi? Ehtiyot bo'lmabsiz-da. Mashina haydash o'yin emas. Ha, haydashni bilmasangiz, rulga o'tirib nima qilardingiz? Sizga kim aytdi? Nodirxon birpasda yetkazdimi hammasini? Nodirxon? Yo'q, men Nodirxon bilan gaplashganim yo'q. Unda qayerdan bildingiz? Men shunaqa yer tagida ilon qimirlasa sezadiganlardanman. Ish qilib urib olgan odamingiz ahvoli yaxshimi? Tirikmi? O'lib netib qolmadimi? Tirik, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Bu gaplarni dadangizga aytish kerak menimcha. O'zlari hal qilib beradilar. Munisa-opa, iltimos, dadamga aytmang. Agar dadam bilsalar, bir umr ko'chaga ham chiqa olmayman. Qachongacha yashirib yurmoqchisiz? Bir kun kelib baribir biladi-yu. Siz aytib qo'ymasangiz bilmaydilar. Qayerdan bildingiz siz o'zi? Endi u yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Bildim-da. Bo'lmasa gap bunday. Kelishamiz. Men siz qilib qo'ygan xatolarni dadangizga aytmayman. Siz esa meni chizig'imdan chiqmaysiz. Shart qo'yapsizmi menga? Yo'q. Taklif qilyapman. Ko'rmasangiz mayli o'zingiz bilasiz. Ishdan kelsalar, dadangiz bilan bu muammoni birgalikda hal qilamiz. Bo'pti, Munisa-opa. Roziman, faqat aytmang, indamang iltimos. O'zi qayerdan bilib qoldingiz? Bilmayman. Yaxshiyam bilib qoldim-a. Bilmaganimda nima bo'lardi? Dadasi, siz bilan gaplasha olishimiz kerak. Hozir sizga bir ikkita gaplarni aytaman. Faqat gapimni bo'lmasdan yaxshilab eshiting. Bu gaplarim oilamiz uchun, qolaversa Suhrob uchun ham yaxshi. Xo'p, gapir. Tinchlikmi? Doktorlar nimadir dedimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Sog'ligida hech qanaqa muammo yo'q. Kundan kunga yaxshi tomonga o'zgaryapti. Sizga aytmoqchi bo'lganim, anavi bor-ku, Sevinch kelib ham yuribdi. Uyalmasdan. Xo'sh. O'sha qizdan Suhrobni sal uzoqlashtirish kerak. Bu gap qayerdan chiqdi endi? Nega? O'sha qizni deb bo'lyapti-yu hammasi. O'sha kaltak yegan kuni ham ikkalasi birga bo'lgan. Xudo biladi, bu qizni o'zi uyushtiryaptimi? Otxonadan boshqa boyvachchalarni topib olgan. Sekin Suhrobni yo'qotish maqsadi. Nimalar deyapsan? Kimni topadi? O'ylab gapiryapsanmi? Siz xo'p deng, men bilaman. Har holda ayol kishiman. Buni nima sababdan o'zgarib qolganini juda ham yaxshi bilaman. Undan oldin ham esizdami shu qiz deb o'qishda qancha muammolar bo'lgandi. Haydalib ketishiga ham oz qolgandi. Shu qizni deb bo'lyapti hammasi. Agar shu qiz bilan munosabatlarini tugatsa, tuppa-tuzuk yashaydi shu bola. Na ishini tayini bor, na pulini tayini bor. Men bu gap bilan ishlasin demayapman. Men ishlamasa ham roziman.
Lekin shu qizdan uzoqroq yursin. Suhrobam mani ukam. Yuragim kuygani uchun gapiryapman. Faqat to'g'ri tushuning. Gapingda jon bor. Rostdan ham shu qiz bilan munosabatini boshlagandan beri bosh muammodan chiqmayapti. Shu to'yni to'xtatish kerak dadasi, hali ham kech emas. Ertaga marosimlarni qilib ularni ishontirib qo'yganimizdan keyin orqaga yo'l yo'q. Mayli. Suhrobni kasalxonadan olib chiqib olaylik. Keyin gaplashib ko'raman. Men ham uyga kelin kelishni xohlayapman. To'y bo'lsa yaxshi. Lekin yaxshi qizlar to'lib yotibdi-yu. Shunga yopishib olgan. Bu Suhrobni boshini aylantirib olgan. Ko'rinib turibdi-yu qanaqaligi. Mayli. Qizishmi? Uyga olib chiqib olaylik. Men noto'g'ri tushunmang faqat, xo'pmi? Noto'g'ri tushungan. Ukamdek ko'rib aytyapman. Xo'p. Mayli, men ovqat berishim kerak edi Suhrobjonga. Xo'p. Tez ovqatni yedirib chiqay, dorilarni ham ichirishim kerak. Ada. O qizim. Soat ham 9 bo'lyapti. Ishga kech qolmasangiz bo'ldi. Opa kelsinlar, opada ishim bor. Opadan nima ishingiz bor? Sizni nima ishingiz bor? Ha, mayli. Kech qolmang deyman-da. O'z opa ham 8 da kelish kerak edi. Hali ham kelgani yo'q. Ikkita bolasi bor. Bolalari hali yosh. Nima qilsin? Qaysi biriga ulgursin? O'zi shundoq ham qiynalib yuribdi. Qiynalgani yo'q. Va ana, keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr singlim, ozgina kech qoldim. Hech qisi yo'q. Hozir tezda kiyimlarimni almashtirib chiqib ishimni qilaman. To'xting. Mana bu kartani oling. Buni nima qilaman? Ichida pul bor. O'zimni kartam. Bolalaringizga kiyim-kechak, mayda-chuyda olasiz. Ro'zg'orlik qilasiz. Yo'q, rahmat. Singlim, ololmayman. Ishlayapman-ku. O'zi 3-4 kunda maoshimni berishadi. Keyin bozorlik qilarman. Hozir ham bolalaringiz yeyishiga hech narsa yo'q bo'lsa, olib turavering. Och o'tirishmasin. Siz uchun emas, farzandlaringiz uchun beryapman. Yo'q, rahmat, ololmayman. Mehnat qilib pul topib o'rganganman. Faqat meni to'g'ri tushuning. Meni o'ylaganingiz uchun rahmat. Juda ham yaxshi qiz ekansiz. Lekin ololmayman. Olsangiz bo'lardi, chin ko'ngildan berayotgandim. Rahmat, ishlarimni qilay. Nimaga pul beryapsiz o'zingga? Ishlayapti-ku. Ish haqqini oladi. Keyin olib borib bolalarga yediraveradi. Siz baribir tushunmaysiz. Shuning uchun aralashmang. Ketdik. Bekor qilyapsiz. Ana u kuni otxonaga haligi qiz keldi. Qaysi? Laboratoriyadagi bor-ku. Haligi qizmas-ku. Ha, tushundim. Bo'lajak kennoyim. Xullas o'sha keldi. Nima deydi? Yigitini urib ketishibdi. Kelib meni ayblab yoqamdan oldi. Aytishi bo'yicha 2 tami, 3 tami bola bir bo'lib uribdi. Kasalxonada ekan. Mana xabarim yo'q. Bilmadim. Men bilaman buni.
Akmalga tayinlagandim. Lekin Akmal oxirigacha yetkiza olmadi. O'zimga yetmabsiz-da, ustoz. Bunaqa ishlarni odatda men hal qilardim. Mayda-chuyda ishlar bilan ovora qilgim kelmadi. Senga hali katta ishlar bor. Mayli. Siz nima desangiz shu. Yigitni ahvoli yaxshi ekanmi? Xabaring bo'lmadimi? Bilmasam. Menga qizig'i yo'q. Bilasiz-ku, o'zimdan boshqa odamni o'ylamayman. Unda o'zingni o'ylaydigan vaqt keldi. Ya'ni Uylanasan. Yoqmadimi? Yaxshi qiz topaman o'zim. To'yingni qilib beraman. Xullas, uylanasan. shu uylanish haqida eshitsam, negadir kayfiyatim tushib ketadi. Chunki hali yoshman. Bo'ydoqlikni davrini surib olay deyman-da. Yo'q. Hamma narsa vaqt soati bilan bo'lish kerak. Mana. Bilasan, qancha umrim o'tib ketdi. Agar uylanib farzandlarim bo'lganida, farzandlarim ulg'ayib hozir qanotimga kirgan bo'lardi. Lekin taqdir. Xo'p, ustoz. Siz nima desangiz shu. Shundoq bo'lsin. Men ko'chaga chiqib kelay. Bo'pti. Boraver. Don Zeki. Don Zeki. Oo, men yutib qo'ydim. Birini ol. Don Zeki. Kene, akam bilan gaplashib qoluvdim. Xo'p, Sevinch bilan munosabatlaringni to'xtat deb qoldilar. O'zim ham hayronman. Bunaqa ahvoldaligimda bu gaplarni gapirdilar. Sevinchga yaqin yursang shuncha muammo bo'lyapti. O'shaning uchun o'ylab ko'r deb aytdilar. Sevinchni yaxshi ko'rasiz-ku siz. Necha yildan beri gaplashasizlar? Men yana bir o'ylab ko'ring, yana ham o'zingiz bilasiz. Har holda o'rtada sevgi, muhabbat bor. Bilaman. Lekin akamning gaplarini ham ikki qila olmayman. Suhrobjon, ochig'i bu narsadan meni xabarim yo'q. Akangiz menga ham aytmadilar. Lekin bir tarafdan rostdan ham to'g'ri aytyaptilar. Kerakmi shu narsa? Bilaman, oson bo'lmaydi. Sevgidan ayrilish qiyin. Lekin ko'niksa bo'ladi. Bizga sizni sog'ligingiz kerak. Akangiz ham men ham qo'rqib ketdik sizni bu ahvolda ko'rib. Akangiz sizni shuncha umidlar bilan katta qildilar. Hamma iltimoslaringizga xo'p dedilar. Nahotki endi akangiz gapini ikki qilsangiz? Shuncha yildan beri bir martagina iltimos qildilar sizdan. Bilaman. Shunga boshim qotganda, lekin Sevinchga bergan va'dalarimcha, o'rtamizdagi muhabbatcha, ular nima bo'ladi? Bilmadim xullas. Sevgi o'tkinchi. Lekin aka-uka, jigarchilik, oqibat umringiz oxirigacha. Ha mayli. Bir gap bo'lar, yaxshilikka. Suhrobjon, men tashqarida turaman. Osiyo, sen shu o'tirasanmi? Ama kim bilan o'ynayman? Xo'p, o'yna. Qani? Don Zeki. Voyiti.
Sog'ingan ekanman. Dada, Kel qizim. gaplashib olsak bo'ladimi? Bandmasmidingiz? Sen uchun vaqt ajrataman qizim. Nima gap? Obijon haqida gaplashmoqchi edim. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Obijonni bitta sinfdoshi bo'lardi. Xo'sh. Juda ham yaxshi, chiroyli qiz edi. Obijon ham uni yaxshi ko'rardi. Yo'g'i? Xo'sh, davom etamiz. Deyarli maktab vaqtidan beri yaxshi ko'rardi. Lekin bu haqda hech kimga hech narsa demagan. Men ham sinfdoshlardan eshitganman. Qara, menga ham aytmagan ekan. Ukangni bilasan-ku. Juda sirli bola. Aytmoqchi bo'lganim, dada, u qizni kimgadir uzatishmoqchi ekan. Menimcha hali to'y aniq bo'lmadi. O'shanga agar yo'q demasangiz, o'zingiz gaplashib ko'rsangiz degandim. Kelin qilarmidik? Oilasi ham rosa bizni oilamizga mos. Yaxshi taklif. Bo'lmasa Obidjon bilan bir gaplashib ko'raychi. Bu ukang ham ichimdagini topib turaveradi, hech etmaydi. Menga ham aytmagan dada. Boya lekin gaplashib qoldik, rosa jahli chiqib ketdi. Ne jahli chiqadi? Bilmasam. Xullas, men aytganimni bilmasin dada. O'zingiz eshitgandek qilib aytarsiz. Kelishdik qizim. Men ukam baxtsiz bo'lmasin deyman-da. Xo'p. Qani, kesinchi. Agar bugun ulgurmasam, ertaga aniq gaplashaman. Xo'p dada, sizga biror nima kerak emasmi? Achchiq qilib ko'k choy damlagin. Xo'p bo'ladi. Ha, Obidjon. Sevib qopsan-ku bolam. Keling. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Mumkin, keling. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Harakat qilyapman. Shu og'riqlar qolmayapti. Rentgenlaringizni doktorlar ko'rishdi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ekan. Hozir birdaniga bilinmaydi singlim. Asorati qolish kerak emas. Sekin-sekin bilinadi. Unaqa demang. Hali yaxshi bo'lib qolasiz. Bezovta bo'lmay qo'yavering. Siz bemalol xotirjam yotavering. Xudo xohlasa doktorlar 1-2 kunda javob berishar ekan sizga. Men hali yaxshi bo'lmadim lekin shu qovurg'amda, oyoqlarimda og'riq qolmayapti. O'rnimdan tursam, bilmayman nimagadir boshim aylanyapti. Quvvatingiz yo'qda, ovqatlaringizni yeyapsizmi o'zi? Men kecha sizga ovqat kirgizib yuborgandim. Yedingizmi? Hozir hech nima olib kela olmadim, lekin biror nima olib kelib beraymi? Yo'q. Nima desam? Pulini berib ketsangiz, o'zimga yoqqan narsani olib olardim. Dori-darmon degandek.
Hozir yonimda pulim yo'q. Menga karta nomer tashlab qo'yibsiz, kartangizga o'tkazib qo'yaman, bo'ladimi? Mayli, sen ham xijolat bo'lmang. Endi shunaqa bo'lish kerak ekan. Hozircha yaxshiman, Xudoga shukr. Siz ham ataylab odam uraman deb chiqmagansiz-ku. O'zingiz ham ehtiyot bo'lmadingiz, to'satdan yo'limga chiqib qoldingiz. Hali aytmandami? Rahmat sizga. Men piyoda bo'lsam, siz mashinada bo'lsangiz, yaxshi baxtingizga o'lib qolmadim. Unaqa gaplarni gapirmang. Sizga nimadir kerak bo'lsa, menga telefon qilsangiz yetib kelaman. Bo'lmasa Nodirxonga aytarsiz, o'zingizlar gaplashyapsizlar-ku. Xo'p. Mayli. Mayli, bo'lmasa men kartangizga pul tashlab qo'yaman. Bugunmi? Harakat qilaman, bo'lmasam ertalab. Mayli. Tuzalib keting. Yaxshi bo'lardi pul tushsa. Odam zerikib ketdi. Bu yerda Wi-Fi bormikan o'zi? Hamshira? Hala be. Sizlarda Wi-Fi bormi? Boburxon. Labbay Bahrom aka. Bu gap telefondagi gap emas. Sen yaxshi uyga kelgin. Xo'p. Uyda bemalol gaplashib olamiz. Yaxshi, hozir boraman. Kutaman. Xo'p. Dada. Chaqirganmidingiz? Ha, chaqirgandim. Sen bola nimadan boshlab yuribsan? Nimani boshlabmi? Sani shuncha darding bor ekan, bir og'iz aytmaysanmi? Sharoitimiz bo'lsa, pul bo'lsa, sevarkansan. Mani ogohlantirmaysanmi? Shu yoshinggacha sen bilan bu haqda biror marta gaplashmadik o'g'lim. Men seni otayman. Bunda muammoing bo'lsa, bemalol aytaver. Bilib qo'y. Ota o'g'liga eng yaqin do'st bo'ladi. Shu paytgacha opangni seni ko'yningga qaraganman. Yaxshi qiz bo'lganda bir og'iz gaping olib berardim. Buni qanaqa qilib aytaman dedi? Hali opamni uzatmagan bo'lsak, qo'limda tayinli ishim bo'lmasa, undan keyin, to'ydan keyin ro'zg'or, bola chaqa degan narsalar bor. To'g'risi, bularni hammasini sizga aytishga o'zimni vijdonim yo'l qo'ymadi. Hali vaqt soati emas deb o'yladim. Obidjon, inson sevgisi uchun kurashishni ham bilish kerak. Bittasi menmi? Qo'rqoqlik qilib shuncha yillarni o'tkazib yubordim. Borib kelamiz. Gaplashaman. Ana, kerak bo'lsa sovchi bo'lib Munisa ben boradi. Endi kech dada. Menga qara bolam. Hech narsani kechib bo'lmaydi. Dada kech. Obidjon, dadasi bilan shaxsan o'zim borib gaplashaman. Dada, uni ertaga to'yi. Shunaqa degan. Shunaqa. Agar to'yi bo'layotgan bo'lsa, endi u qiz yuragingdan chiqarib tasha. Endi u boshqaga tegishli.
Bo'lmasam-chi, ovqatingizni ham o'shalar yedirsin. Otaxonni xonasiga kirgin deb men aytuvdimmi? Balki u qizni to'yini to'xtatishning iloji bordir. 3-4 marta pul ham olib kelib berdi. Ha, endi olib keladi-da. Hammasini men o'zim ko'taraman. Ha, to'g'ri. Biz siz bilan do'st bo'lib qolamiz. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin.